Bugun men sizlarga qishloqli bolaning hayotini va shaharli bolaning hayotini farqini ko'rsatib beraman. Qara, multfilmga qara. Multfilm qara qanaqa qiziqarli bo'lyapti. Men seni o'zim ovqatlantiraman. Xo'pmi jon? Yo'q. Shokolad keyin qara, men senga olmani archib qo'ydim. Keyin shokolad yeysan, xo'pmi? Nonni ye. Non. Endi bu non ham shirin asalim, davay. Og'zingni och, og'zingni och. Voy asalim mani. Jonim. Choy ichasanmi? Kofe ichasanmi? Kakao. Kakao ichasanmi? Oyoq qadima. Hozir men senga choy damlab qo'ying. Choyni ichib tur, xo'pmi? Men hozir molga qarab chiqaman, choyni ichib. Sizga-chi? Xo'p, menga choylarni solib qo'ygin, piyolamga idishlarni yuvib, maktabga bor, xo'pmi? Ana keldik maktabga. Ket, chiq jonim. Kel senga yordam beraman. Voy, молодец. Oy, og'ir, ko'pga og'ir. Yo'q, men o'zim ushlab turaman. Ke, oy, mashinalar juda ko'p, kelmasani ko'tarib yuboraman. Yo'q. Путеводная звезда, пески и кусочки льда. Ладно, все, проехали. Oy, ishlarni o'qib oldim. Maktabga chiqolma. Bo'pti jonim, ehtiyot bo'lgin, 5 baho olgin. Qaytishda Botir aka do'koniga o'tib, Saryo bilan non olib kel, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Jonim, qanaqa multik senga qo'yib bering? Aqlli. Xo'p, hozir. Voy asalim, ke oyog'ingga tagiga qo'yaman. Potushkan. Yaxshimi? Zo'rmi? Mazzami? Voy, orqangga ham qo'yaman. Voy. Mana shunaqa. Suv ichasanmi? Mana, suv. Davay senga. Oyi, sigirlarni sug'orib bo'ldim. Endi tezroq ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, hali jonim, menga ham yordam bersang, oting ham kelyaptilar. Ularga ham yordam berib, balkim keyin televizor ko'rasan. Xo'pmi jonim? Kel, yordam bergin. Bu videorolik orqali men aytmoqchimanki, har doim bolangizni harakat qilishga hamma sharoitlarni qilib bering. Agar siz bolangizni boshidan harakat bilan taktil idrok, vizual idrok, eshitish idrok, vestibulyarniy apparat, motorikasini rivojlantirsangiz, bola o'zini his qilsa, ertaga bolangiz zo'r aqlli bola bo'ladi.